Gap yo'q lekin, duh bor ekan senda. Hayot shu darajada majbur qilar ekan, aka. Har qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham pul topish kerak ekan. O'zi bilsang, bu hayotda har doim ham katta pulni to'g'ri yo'l bilan topib bo'lmaydi. Lekin har bitta qilinadigan neto ishi bu hayotda javobi bor. Ja bo'lsa, nari dunyoda so'rab olishadi. Gap oilam haqida ketmaganda, men siz aytgan taklifga 2 dunyoda ham qadamim bosmasdim, aka. Bo'lmasa nima qilaylik? Ertaga normalniy o'yin bor. 12 ofitsiyant berayotgan ekan. Nima deysan? O'zi omading kelib, normalniy ko'tarding o'tgan safar. Og'ayningni ham to'g'rilab kelding. Hozir hamma qilgan foydangni tikib olmoqchimisan? Kreditlarim ko'p, aka. Ularni yopishim kerak. Yopaman, yopiraman. Men aytgan ishni qildingmi? So'radim. Nima dedi? O'qishni endi tugatdik, ish qidiryapman, hammasiga birgalikda erishamiz deyaptilar. Mahirga uy so'raganingda yodimadimi? Unaqa demadilar, lekin bilasizmi, men bu qilgan ishim bilan ko'zlariga yomon ko'rinib qoldim deb o'ylayapman. Bu hayot yana ozginadan keyin senga nima uchun bunaqa maslahat berganimni o'zing tushunasan. Jahongir aka 8 gapirib berdilar. Sizni sotuv bo'limiga ishga oldik. Ma'qulmi? Ma'qul kanishni aka. Bo'lmasa Bilol xo'ja Sardorga joylarni ko'rsatib, tashkilotimizni tanishtirib chiqing. Ha bo'ladi. Rahmat aka. Тот, кто не рискует, да шампанский не открывает. 12 коэффициент. Buni ham tikaman. Sen jinnisan. O'rtoq, ko'rding-a? Halollikda halovat bor-a. Ishga kiribsan, xursand bo'ldim. O'zim ham o'ylamagan ishlar bo'lib ketdi o'rtoq. Lekin shu Jamshid qilgan ish hali ham o'ylayapman. Men nima unaqa qildi u? Jamshidda nimadir gap bor. Mayli, uni qo'y. O'zing ishlaring qalay ketyapti? Meniki bo'ladi zo'r. Xohlisi bitta zo'r yengillik bor o'rtoq. Jamshidmi? Yurish-turishi o'zgarib qopti-mi? Bir ko'rinib yo'qolib ketaversa, ey gap yo'q degan va'dalarni bersa